Assalamu alaikum, hurmatli ag'ayin, hurmatli do'stlar, aziz xalqim. O'tganda xabaringiz bo'lsa, mana Nayman APJ'da bir uy o'rtanib, to'lday yo'q bo'lib ketib edi. Umuman hech sati qalmay, umuman içinde 2 жасар qiz qalib qo'yib, shunday bir qayg'ili жағдай bo'lib edi. Biroq mene xalqimizning kuchi bilan, xalqimizning yordami bilan ел xalqning aytib bir ko'maklashib, yordam berib, mana yer o'rnida bunday qilib mene beton quydi. Adamlar aytib kim aqshalay ko'mak berdi, qo'lidan kelgan, qo'lidan kelmagani qo'l ko'mak berdi. Aytib shularning nesimen neki beton bitdi. Allah buyursa, nasib qilsa, endi mana aman inimiz gerbichni quyib o'tiribdi. Hozir meneki apparatlarni nelerini akeldi. Xudoy qalasa mana joyda o'rib aq yuzli, abrayli bo'lib bitkariga harakat qilaylik. Hurmatli do'stlar, ag'aylar, aytib kim qo'lidan kelsa bir mezgil, jarti mezgil deganday bir kun, jarti kun qo'l ko'mak bersa-da, aytib bitib qolar edi. Bir musulmon ag'aynimiz bir quvonib qolar edi. Hozir men mana videoning oxirinda aldingi жағдай qanday bo'lganini qo'yib o'taman. Videoning oxirina дейін ko'rsangiz ko'rasiz. Xullas qalam, mana taza salinib o'tirgan imorat, Sho'ravul mana Taqatashda svetofor sinamdan kelganda magazin ko'chadan kirasizlar. Magazin ko'chadan to'g'ri ana posyolkning o'rtasida magazin ko'cha desa, so'rasanglar, shu yerda magazin degan yozuv bor. So'dan o'tib manadan to'g'ri qaraganda mana qo'yimgarchilik ketpenchi baba ko'rinib turadi. Tap mana yerda mana salinib o'tirgan imoratimiz. Hurmatli do'stlar, ag'aylar, aytib bir qo'ldan kelganday bo'lsa, kelib bir ko'mak berib, dim bo'lmasa bir alayin tasib berib, suvini tasib berib deganday bir qo'l ko'mak bersanglar, aytib bir materialdan neden ko'mak bersanglar, bir Allah'ның savabına qalar edik. Allah buyursa, Xudoy qalasa, manalar o'rib boshlagandan videolar bo'ladi. Ko'rsatib boramiz. Aytib kim qo'l ko'mak berdi, kim ne qildi, hammasini hisobga olib boramiz. Xudoy qalasa ko'rsatib boramiz deganday. Hurmatli xalqim, aytib qo'ldan kelganday bo'lsa ko'mak berik. Aqshalay bo'lama, qo'l ko'mak bo'lama. Mana imoratning basında mana uyning egasi bo'ladi. Uyning egasini akelib aytib bersanglar ham bo'ladi. Başqa ne? Endi video davomida aytib mana joyning salinuvuna qarab, nesine qarab, aytib mana bituvuna qarab жаңалыкларды ko'rsatib bora beramiz. Және bir marta qaytalayman, mana adres Sho'ravul magazin ko'chada, namunali uy deydi. Magazin ko'chaning eng oxirinda. Mana qo'yimgarchilikka yaqin yerda. Shunday ag'ayin. Aldingi bo'lgan жағдайda az mana videoning izine qo'yib ketaman. Bir ko'rib ne qilib aytib bir qo'l ko'maklaringizni berasiz degan deb umid etamiz. Rahmat azizlar. Bitib qolar deysiz qo'y. Ana ballar var. Keyib o'tiribdi ku ballar aytib ko'mak beradi. Baksilarmi? Rahmat sana da rahmat ana. Gelip şu yakınımda akelip uğrak. Yol batırgan ekelsen ko'mak berib
Mustafa da jumana bağlar. Hürmetli dostlar, hürmetli ağaylar, короче, qo'llab-quvvatlab turamiz, ağaylar. Dim bo'lmaganda mana videomizga bir like bosib qo'ysanglar, alыстагы ağaylar, alыстагы dostlar bu videonun tez tarqaluuna bir sebepçi bo'lar edi. Aytadi o, mana yo'lda izda mazani olib, like sаған ne uchun kerak deydi. Like bizga keragi, bu ko'proq adam ko'radi. Ko'p adam ko'rsa aytıyor, men eshitmay qoldim, men ko'rmay qoldim, men bilmay qoldim demeydi, aytıyor bir kelib ne qilibdim bo'lmasa o'zim bir qo'ldan kelgancha ko'magim beradi. Ya'ni aytayın deganim mana har turli bir bemaza savollarni ayta bermas ekan deyman. Ne qil deydi? Sana qancha payda qoldi, ili bo'lmasa mana yurganingga sana payda bormi deb. Menga payda bor. Payda asmanda Allah ko'rib turibdi. So'ning o'zi payda. Allah qo'llasa bo'ldi bizga. Allah qo'llasa aytib bir mana jaqti dunyoda bir xayr saqovat жұмыстарды istep yursak, so'ng o'zi bizlarga payda. Payda turali so'raydigan bo'lsangiz. Bir Allohning savobini qilsak, so'ng o'zi bir payda, ulkan payda. Rahmet ağaylar. Bir qo'llab-quvvatlab, like'larni bosib, kommentariyalarni yozib turamiz. Seni aytaman, Sho'r avulda eng oxirida magazin ko'chadi. Mana videoning oxirina hozir qo'yib ketaman. Rahmat azizlar. Assalomu alaykum do'stlar. Aka, bugun qayg'uli ahvol Naymanko'l o'yida. Bir uy yonib ketgan. Aka, chataq bo'lib yonib ketgan. Ko'rib turibsizlar. Mana ko'mitsam polnisi yonib ketgan. Yoq betida yonib ketgan. Video tomonidan qolganini ko'rasizlar. Ahvolda ko'rib turibsizlar. Mana yerda stenka bo'lgan. Dokument polni yonib ketgan. Xayvonda boshladik buni. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun Naymanda qayg'uli ahvol bo'lgan. Ya'ni kecha qayg'uli ahvol bo'lgan. Naymanda bir yigitning uyi yonib ketgan. Shuga kimdir qo'l ko'mak beraman, kimdir jaqa mablag' tomonlama yordam beraman deganlar bo'ladi bo'lsa, pastda plastik nomerlar bo'ladi. Hozir qolgan joyning ahvolini bir ishdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Ular barisi ko'makchilar buniki. Ular barisi ko'makchilar. Kecha janozatlardan ko'rsatib o'tib ketamiz. Naymanda uy yonib ketgan polni. Jonib sirtqa chiqarilgan zot kecha yonib o'tgan. Ishdan bir ko'rsatib yuboramizda. Sirtqa chiqib qo'ygan neylari. Mana ishdagi ahvollar. Shular tashagan zotlari. Ha? Nega ketgan ekan o'zi? Ha, qizim qaytib bo'lgan aytgancha. Ha, qizim qaytib bo'lgan. 1,5 soatdan qaytib bo'ldi. 1,5 soatmida. 2ga chiqing deb turibdi. Mana 2ga chiqadi. 2ga chiqing deb turgan qizim qaytib bo'lib qolibdi. Chiqolmayman. Ishimdan chiqolmay qolibdi deydi. Qaysi ona ko'mibdi qo'sh? Mana bu shularga ketganmi? Akom taqab ketgan deydi. Nojdan chiqolmay qolib ketgan deydi. Tarix bitta qapıdan kira qo'yibdi. Ahvolda ko'rib turibsizlar. Azmas ko'mak bera oladigan bo'lsangiz, azmas ko'mak berib bersangiz, hozir ishdan o'chirib o'ramiz. Ha, jon nizmi? Nega jonliq haqida pazarni kelgan ekan. Shundaylari qog'oz berib ketgan ekan. Nega shpillarni ko'rsatib o'ramiz. Joylar ahvolini ko'rib turibsizlar. Mumkin emas. Nega? Spidni polni jonib ketgan ekanmi? Dokumentlar ham ketib qolganmi? Холодильник, kirmasin, televizor, esa qamat joylar. Obunachilar,
ichinde bir uyga bo'ladigan hamma narsasi chiqib ketgan. Короче, qisqa qilib tushuntiradigan bo'lsak, absolut bu oila nolga tushib qolgan. Shu ozmas ko'maklaringiz bo'ladigan bo'lsa, Noroza Ramazon oyida ko'maklaringiz bo'lsa, shuni erdinda plastik bo'ladi. Plastik bo'ladi, telefon nomeri bo'ladi. Shamazon shu nomerga zo'na qilib so'rab ko'ring. Naymanda. Tak bu yerda necha tutaydi? Nayman kolxozda. Nayman kol ofiye deydi hozir. Nayman kolli. Na kontoda naki jam ketgan, polniy usti. Ağaçlarım jam ketganmi? Ağaçlarım polniy jam ketgan, ağaçlar. Yerida. Mana ağaçlar. Ağaçlarning jam ketganini ko'rdingizlar mana. Azmas bir ko'maklariniz bo'lsa, shu bolani bir tiklaverik. Bu nesi? Naymanda bo'lgan, Nayman kolxozda. Ostenklarim polniy ketgan-ku. Mana polniy usti. Dokument. Hech narsa qolmagan onda. Estağfurullah. Katastrlarım janıp ketken dokumentlerim. Hava hammasidan battar. Kichkina bolam aytdi. 1,5 yashar bolada ketib qolgan deydi. Ichida qolib qo'ydi. Pazarni chiqara olmay qolgan. Yetisha olmay qolgan o'xshaydi menimcha. Estağfurullah. Nimet bermazim. Tak endi. Mana buni kirgan yeri janib ketgan ko'rdingizlar. Janib ketgan absolutniy. Polniy shunday o'tiradi-ku, mana kontolar. Polniy shunday o'tiradi. Bundan bunaqani betar o'tiradi. Bunday polniy jongan deydi. Aptashadingiz qo'ni. Ben aptashadi qavo. Pollar janib ketgan. Pollar hech qilmagan deydi. Pollar hech qilmagan deydi. Kimdadir ko'mak bera olaman deydim bo'lsa, meniki pastda plastik nomeri bor. Shu yerda bir joyini ahvolini aytib bir ko'tarib bersak, Telegram gruppalarga da hammaga bir tarqatib bering. Bu ahvol Nayman kolxozda bo'lgan. Boyagi Nayman kolxoz, hozirgi Nayman ko'l deymiz. Taxatash rayoni Nayman ko'l deb aytamiz. Stenklar ham ketgan, dokument polniy ketib qolgan. Hech narsasi qolmagan. Katta qisqasi. Shu qo'ldan kelsa, ozmas ko'mak berib, podishga qo'l ko'mak bo'lama, material yoqlama ko'mak bo'lama. Yana pul yoqlama bo'ladigan bo'lsa, meniki plastikda 10 ming tashlansam, 15 ming tashlansam, ko'p ko'mak bo'ladi o'yiga. Endi o'lga tushib qolgan odamlar o'zingiz bilasizmi? Hammasidan battar kichkina bola. Ular bari ko'makchilar nega? Hech narsa qolmagan. Yaxliklarni bir ko'rib ko'ramiz. Absolutniy nolga tushib qolgan. Lekin ham ketgan zotlarni ko'rdingizlar. Dokument beri ketib qolgan. Ha? Hava, şöyle. Ne canım ketkeyi gördüler. Ne zatları. Üstünden çıkargan, polo ağaçlar çıkargan ne ahval çatak. Telegram gruppalar var, Instagram var. Hamma yerda aylantirib yursangiz azmas ko'mak beraman deb jirgerlar bo'ladi. Bo'lsa shularga yetib borish kerak. Shuning uchun azmas ko'mak berib podishga bersangiz yaxshi bo'lar edi. Shuning uchun ko'mak berib bering. Tak endi manzilni aytadigan bo'lsak, Nayman ko'l ofiyi. Mana paxta punktini ko'rib turibsizlar. Buyoq bitinda meniki Ketmanchi bobo. Sarisham bobo deydi bular. Bular Ketmanchi bobo deydi. Shuning buyog'ida tak telefon nomeriga zo'nab qilib topib kelsangiz bo'ladi shu yerda. Ja nomer turibdi mana pastda. Shu zo'nab qilib topib kelsangiz bo'ladi orqaga. Ahvolda ko'rib turibsizlar. Ketganini ko'rdingizlar. Azmas ko'mak berib bersangiz
Absolutno o'rga tushib qolganda men sakime deyisharsiz qamag'anda yer janib ketgan. Ko'mak beraman deydilar bo'lsa. Aniqlab tushuntiradigan bo'lsak, tamarg'a bitdi. Maymondag'lar biladi u. Nega janib ketganini ko'rib turibsizlar. Kalon pesh turibdi mana. Uydan chiqqanini to'shni bilmaydi, biroq shu janib ketgan. Ko'mak berib yuborsangiz yaxshi bo'lar edi. Shunday.